Keyingi misolimiz ushbu kod qismidan foydalanib, jadvaldagi qaysi ustunning kengligi eng uzun ekanligini toping. Birinchi jadvalni chizib chiqamiz. Jadval bizda jadvalning mana e, umumiy kengligi berilgan 800 pikselga teng ekan. E'tibor beramiz mana 800 pikselga teng. Jadvalning yana chiziq qalinligi 1 piksel ekan. Davom etamiz. Birinchi TD'ni ko'ramiz. Mana terni birinchi qator ochildi. Qatorda katak yaratyapti mana. Katak 30% ekan. Mana bu yerdan katakni yaratamiz hozir. Xo'sh. Mana shu yuqoridan chizaylik. Mana birinchi katak yaratyapti. Katak qorako'l. Qorako'l. Bu 30% ekan. 30% buning kengligi. Keyin bu yopildan ikkinchi katakni yaratyapti mana. İkinci katagimiz. İkinci katagimiz Rospan ekan. Rospan bo'ladigan bo'lsa bu ikkita satrni birlashtiradi, buni bilamiz. Bu olot ekan. Olot. Bu 250 piksel ekan. 250 pikselga teng. Bu ham bo'ldi. Keyingi katagimiz yana katak bor mana. Demak, bu 25% ekan. Jondor deyapti. Demak, mana bu yerda yana bitta katagimiz bor. Mana bu jondor bu. Jondor. Bu katagimiz 25% ekan. 25% ekan. Yana pastga tushamiz. Yana bitta katak bor ekan mana T'de. Bu romitan ekan. Romitan. Demak, bu romitan. Romitanni kengligi ma'lum emas. Demak, bu noma'lum tog' deydi bizda. Ter yopildi. Keyin yangi katak ochilyapti. Bunda mana g'ijduvon birinchi turibdi. Mana bu yerda mana g'ijduvon ekan. G'ijduvon. Keyin Coldspun debdi. Coldspun bu ikkita ustunni birlashtiradi. Birlashtirganda mana olotdan keyingi ikkita ustunni birlashtiradi. Mana buni birlashtiradi. Va bu ikkita ustunni birlashtirgan Kogon ekan. Kogon. Mana. Bizdan so'rayapti, ushbu jadvallardagi ustunning kengligi eng uzun ekanini toping. Qaysi birini kengligi eng uzun? O'shani topishimiz kerak bo'ladi. Buni ishlash uchun birinchi biz nima qilamiz? 800 piksel bo'ladigan bo'lsa, 30% bilan 25% ni topib olamiz. Qorako'l mana G'ijduvon mana 30% to'xtabdi. Jondor 25% to'xtabdi. Shuni topib olishimiz kerak. Buni topib olish uchun nima qilamiz? O'sha 30 foizni 800 ga ko'paytiramiz. 800 ni 30% ga ko'paytirib olamiz. Yoki bunday qilib olsak ham bo'ladi. 800 imiz 100% deb olamiz. Va x ni 30% deb olamiz hamda. 30% deb olsak ham bo'ladi. Buni ko'paytiramiz mana 800 ko'paytirilgan 30 teng 100 x bo'ladi. Bu ikkita 0 bilan bu ikkita 0 ketadigan bo'lsa, x teng bo'ladi 240 pikselga. Bo'ldi. Demak, qorako'l. Demak, bu 240 piksel ekan. 240 piksel bo'ldi bu. Endi 25% ni topib olamiz. 25% ni topib olish uchun olot ma'lum 250, jondorni topib olishimiz kerak biz. Endi biz 800 ni 25% ga ko'paytirsak kelib chiqadi. 800 ko'paytirilgan 25%. Bu ham teng bo'ladi
200 pikselga. 200 pikselga teng bo'ladi. Demak, mana bu jondor 200 piksel ekan, mana bu. 200 e, pikselga teng. Demak, qorako'l bo'ldi, olot bo'ldi, jondor bo'ldi. Endi romitanni topishimiz kerak. Romitanni topish uchun biz nima qilamiz? Biz 800 dan, ya'ni общий hamma kenglikdan ayirishimiz kerak. Bo'ladi, mana bu uchalasini, mana 240 ni 240 240 ayiramiz. Ve qo'shamiz. 250 qo'shamiz. 200. Mana, barobar. Bu ham teng bo'ladi. Demak, buni qo'shadigan bo'lsak 690, 110 bo'lar ekan. 110 piksel bo'ladi. Demak, romitan 110 pikselga teng bo'ladi. Endi demak, bu 110 piksel bo'ldi. Mana bu kelib chiqdi. Endi bizdan so'rayapti, qaysi ustunning kengligi eng uzun? Qaysi eng uzun? O'shani topishimiz kerak bo'ladi biz. Eng e, uzun ustunimiz bu yerda mana kogon bo'ladi. Nimagaki? Kogon. Hozir ko'rib chiqamiz. Kogon. Kogon 200, 200 ga 100 o'nni qo'shadigan bo'lsak, demak, kogon bo'lib chiqyapti. Mana e'tibor qarating. Mana shu yerda mana. G'ijduvonga romitanni qo'shsak, g'ijduvon 200, romitan 100 o'n, ikkalasini qo'shsak 300 o'n bo'lyapti bu yerda. Demak, kogonni nimasi kengligi eng uzun hisoblanadi. Javob kogon bo'ladi.